Nimaga 80% quruvchilar bugungi kunda uylarini sota olmayapti va bu muammoni qanaqa qilib hal qilish mumkinligi haqida bugungi videomizda siz bilan gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Ismim Otabek. 5 yildan beri Novostroyka bozorida ishlab kelyapman. Ish faoliyatimni aynan avtomatlashtirish va tizimlashtirishdan boshlaganman. 30 tadan ziyod quruvchilarning bizneslarini to'liq tizimlashtirib berganman. Va bugungi kunda faoliyatimni aynan quruvchilarning uylarini sotish bilan olib boryapman. Tizimli sotuvlarni amalga oshiramiz biz. Bugungi kunda loyihalarimiz 8 ta loyihani bir paytda o'zida amalga oshirib kelyapmiz va O'zbekiston bo'yicha loyihalarimiz bor. Aynan bitta viloyatda ishlamaymiz. Jizzaxda, Surxondaryoda, Samarqandda, Navoiyda va Toshkentda bugungi kunda loyihalarimiz bor. Men oxirgi paytlarda juda ham ko'p quruvchilar bilan gaplashyapman. Ularning barchasida bitta muammo: sotuv yo'qligi. Ular uy qurishni bilishadi, lekin sotishni bilishmaydi. Ko'p quruvchilar bitta joyda xato qiladi. Agar yaxshi lokatsiyadan yer olsam, sifatli uy qursam, uylarim o'zidan o'zi sotilib ketadi deb. Lekin bugungi Novostroyka bozorida unaqa emas. Bu narsa ishlamaydi. 3 ta asosiy sababi bor, nima uchun sizda sotuv yo'qligini. Ketma-ket aytib o'taman. Birinchi sababi sizda tizim yo'qligi. Ya'ni sizda reklamangiz bor, reklama yoniq, lid kelyapti va u lid bilan hech kim ishlamayapti yoki noto'g'ri ishlayapti. Mana bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi esa siz sotuv bo'limingiz noto'g'ri ishlayapti. Ya'ni operator call centerlaringiz mijoz telefon qilgan paytida faqatgina klient bergan savollarga javob berib o'tiribdi. Bunaqada hech qachon sotuv bo'lmaydi. Sotuv bo'lishi uchun psixologiya ishlash kerak, skript ishlash kerak va sotuvda qiymatni berib olishimiz kerak. Uchinchi sababi, siz qiymatni sotmaysiz mijozga. Ya'ni klientga faqatgina kvartira yoki kvadrat metr sotadi siz sotuvchilaringiz. Lekin aslida mijoz sizdan hayot tarzini sotib oladi. Xotirjamligini sotib oladi. Agar u investor bo'layotgan bo'lsa, qiymatini sotib oladi. Xuddi shu narsalarni siz sotuvchilaringiz mijozga yetkazib bera olish kerak. Mijoz xonadon xarid qilish uchun. Chunki sizda xonadon yo'q. Misol uchun biz Samarqanddagi bitta loyihamizda reklama qilishardi ular, lekin sotuvlar soni juda ham kam edi. Biz nima qildik? Biz sotuv bo'limini keldik, sotuv bo'limini to'liqligicha oldik, sotuv bo'limini qayta tashkil qildik. Ya'ni sotuvchilarni qayta oldik. Skriptlar yozib chiqdik, sotuvchilar qanaqa gaplashishi uchun KPI tizimini joriy qildik. Hisobotlar tizimini joriy qildik. Ya'ni har bitta operator bir kunda qancha o'zi plan bajarishi kerak, sotuvchi qancha plan bajarishi kerak, sotuv bo'limiga nechta odam kelyapti, ular nechtadan nechta sotyapti va natija oyiga 5 ta dona uy sotib turgan sotuv bo'limini 70 tagacha oyiga uy sotadigan sotuv bo'limiga olib chiqdik. Bu loyihada ish boshlaganimizga 4 oy bo'ldi. 4 oy muddat ichida biz 200 tadan ziyod uy sotdik. Umumiy sotgan uylarimizning qiymati 140 milliard so'mlik uy sotganmiz va kassaga 40 milliard so'm pul tushirib berganmiz. Bu 3 million 800 dollar pul degani, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bizga bu yerda uzoq muddatga boshlang'ich to'lovsiz uy sotmaganmiz. 30% boshlang'ich to'lov bilan 36 oygacha bo'lib to'lashga xuddi shu tizimli sotuv texnikamiz yordamida uylarni sotib berganmiz. Agar siz ham sotuvni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana bugundan, ertadan xuddi hozir men aytib o'tadigan 3 ta ishni qilishingiz kerak. Birinchisi, bu sotuv tizimini yo'lga qo'ying. Ya'ni har bitta kelayotgan lidni kuzating, CRM tizimi o'rnating va lidni kuzating. Nechta lid tushyapti sizga, nechta lidni qaysi operator atrobotka qilyapti, undan nechtasi ofisga tashrif buyuryapti, tashrif buyurgan insonlardan nechtasi sotib olayotganini kuzating. Ya'ni sotuv tizimini yo'lga qo'ying. Ikkinchi qiladigan ishingiz bu sotuv bo'limingizni o'qitishingiz kerak. Ya'ni operatorlaringiz, call centerlaringiz oldindan bilish kerak, mijozga telefon qilgan paytida nima deyish kerakligini, mijoz ofisga tashrif buyurgan paytida sotuvchingiz u bilan qanaqa gaplashish kerakligi, loyihangiz ustunliklari qayerda ekanligi oldindan yozib chiqilgan qog'oz bo'lishi kerak. Bu narsa skript deyiladi. Xuddi shu narsani tashkil qilishingiz kerak. Uchinchi qiladigan ishingiz esa marketingni tizimli yo'lga qo'yishingiz kerak. Ya'ni marketing bu faqat reklamadan iborat emas. Buning ichida content planlar bo'lishi kerak va brendga ishlash kerak, marketing va ishonchga ishlash kerak. Agar siz xuddi shu narsalarni to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz, sotuvlaringiz eng kamida 2-3 barobargacha oshishi mumkin. Agar sizda sotuv bo'limingizda muammo bo'layotgan bo'lsa, sotuvchilaringiz uylarni sota olmayotgan bo'lsa, boya aytgandek bizda hozirda 8 ta loyiha bor, bir paytda o'zida ishlab kelyapmiz. Ya'ni 2 dona quruvchini biza bepul auditga olmoqchi biza. Pastda link qo'yganmiz. Xuddi shu linkka o'tib, o'zingizning raqamingizni, ismingizni va kompaniyangiz nomini qoldiring. Aynan o'zim sizga aloqaga chiqaman va sizni qurilish kompaniyangizni birgalikda audit qilamiz.